Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hozirgi kunda stressdan, asabbuzarlikdan aziyat chekayotgan yurtdoshlarimizga tezkor tavsiyam bor. Mana shu tezkor tavsiyaga men tavsiya qilgan bo'lardim IQ Box. IQ intellekt, ya'ni miya faoliyati uchun kerak bo'ladigan eng zarur mahsulotlar jamlanmasi mana bu yerda ikkitasi birda. Ichida 30 ta paketi bor, kuniga bittadan ichasiz. Demak 30 kunlik programma. Nima qiladi? Miyani xotirjam qiladi, yurak faoliyatini yaxshilaydi, hatto zreniyalarimizga juda katta foydasi bor ko'rish tizimiga. Ham aqlni o'stirib beradi, undan tashqari xotirani tiklab beradi. Magniy mahsulotimiz hozir organik magniy bo'lib, yurakka, miyaga, uyquga, xotiraga juda ham effekti yaxshi, zo'r mahsulot. Hepamin asabi minglar uchun bosh og'riqni qoldiradi, muntazam ravishda stressdan chiqaradi. Miyadagi qon aylanish tizimiga juda zo'r ta'sir qiladi, shovqinni yo'qotadi. Bu mahsulotlar uchalasi birgalikda ichilganda juda ham yaxshi effekt beradi. Bular bitta komanda. Sizlarga tavsiya berardim, mana shu uchala mahsulotni teng olib ichishni hamda 3 oylik programma asosida ichishni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, telefonlarimiz profilda joylashgan. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat, omon bo'linglar.